Hammaga assalomu alaykum. Ferozbek Hurmatov va bugun sizlar bilan yangi HackerRank masalani birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu 11-son HackerRank seri va bugun biz birgalikda hozir ekranni share qiladigan bo'lsam record. Xullas, ko'rishingiz mumkin. Number line jumps. HackerRank problem solving qismidan masala va bunda nima masalani qo'llanmasiga qaraydigan bo'lsa, you're choreographing a circus show with various animals, ya'ni aytilishicha biza sirkda qanaqadir hayvonlar bilan tomosha ko'rsatyapmiz ekan va biza bitta chiqishda ikkita kenguru turli xil bitta chiziqda, lekin turli xil bitta parallel bo'lgan chiziqda bo'lib, ularni positive direction, ya'ni to'g'riga yo'naltirishimiz kerak va ular asosan turli xil joyda joylashgan bo'ladi va bu bizga x1, ya'ni variable, birinchi kenguruni joylashgan o'rni va x2 kompyuter tomonidan input beriladi. Shunaqa x2 bu ikkinchi kenguruni joylashgan o'rni va bizga yana beriladi ularni tezligi. Birinchi kenguruni tezligi ba'zan ikkinchiga teng bo'lishi mumkin, ba'zan farq qilishi mumkin va bizda nima topish kerak? You have to figure out a way to get both kangaroos at the same location at the same time. Ya'ni bitta yo'l topishimiz kerak. Qanaqa ikkita kenguru turli xil lokatsiyada boshlagan bo'lsa ham yoki turli xil tezlikda bo'lsa ham bitta joyda bitta tezligi, ya'ni bitta masofada bo'lib qolishi kerak. Masalan, tasavvur qilaylik. Siz o'zingiz bilan qayergadir qaysi masofagachadir yugurish musobaqasi o'ynayapsiz va finish bu uy. Va biz shunday holatda finishda qanaqadir joyda ikkita kenguruni tezligi, ya'ni joylashgan o'rni bir xil bo'lib qoladi. O'shani imkoni bormi, yo'qmi, shuni aytadigan programma. Ya'ni kod shunaqa vazifani bajarishi kerak hozir bu yerda va bizga bunda 4 ta variable beriladi. Birinchi kenguruni joylashgan o'rni, ikkinchi kenguruni joylashgan o'rni va ularni tezligi. Biz string return qilishimiz kerak. Ya'ni bu yerda aytishi bo'yicha yoki yes deb yoki no. Ularni tezligi va joylashuv o'rniga qarab uni hisoblab berishimiz kerak. Qanday qilib? Masalan, bittasini ko'raylik. 0 3 4 2. Ya'ni birinchi kenguruni joylashgan o'rni 0, ikkinchi kenguruni joylashgan o'rni 3 tasavvur qilaylik. Va ularda birinchi kenguruni tezligi 4, ikkinchi kenguruni tezligi 2. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana ikkita kenguru, bittasi 4 da joylashgan, bittasi 0 da boshlagan va ularni birinchi kenguruni sakrash tezligi bu 3, ikkinchisiniki esa 1. Va ular bitta masofada qachon bo'ladi? Masalan, bu yerda hozir 10-da bo'lib turibdi. Bunda birinchi kenguru 9-masofada 9 metr masofani bosib o'tgan va bular 4 ta sakrashdan keyin bir xil masofaga tushib qolgan. Ya'ni 12. Shunaqa holat. Biz buni har safar sakratib hisoblab o'tirishimiz shart emas. Shunday. Hozir if condition orqali bu masalani yechimini bemalol topsak bo'ladi. Va bunda bizga birinchi bo'lib bilib olishimiz kerak bitta condition v1, ya'ni birinchi kenguruni tezligi katta bo'lishi kerak. v2 dan katta bo'lishi kerak, v2 dan. Va yana bitta shart nimadan biri nimaga aynan birinchi kenguruni tezligi ikkinchidan baland bo'lishi kerak. Sababi aks holda bu birinchi kenguru har doim
oldinda ketadi. Hech qanaqa joyda ular birga uchrashmaydi. Aks holda. Sabab mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi kenguruni yurish tezligi bundan katta bo'lsa ham hozir bu yerda no possible case 0 4 2 bu yoqda ham katta, bu yoqda kichik. Shunaqa holat. Hozir birinchi condition o'shani tekshirib olamiz va ikkinchi condition bu modulus orqali buni tekshirib olishimiz kerak. Bu esa x1 ayrilgan x2 bo'linadimi? Qoldiqsiz v2 ayrilgan v1 ga. Va natija qoldiqsiz bo'linishi kerak. Bu qanaqa holat? Masalan, mana shu sonni olaylik. Shuni o'zini. Bunda boshlanish tezligi 0 va 3. 0 dan ayirsak 3 ta. Bu -3 va 4 dan 2 ni ayirsak yo'q, shunaqa holat qoldiqsiz bo'linadigan bo'lsa, bu javob yes ga teng. Aks holda bu 0 ga hech qanaqa nimaga teng bo'lmaydi. 0 da boshlagan va 1 2 2dan ayiramiz 1 dan 1 va 2dan bir narsa 1 ga tabiiyki qoldiqsiz bo'linadi. Keyingisini hisoblab ko'ramiz. 0 dan ayiramiz 4 -4 3 dan ayiramiz 2 ni 1 -4 -4 esa 1 ga qoldiqsiz bo'linadi tabiiyki. Bu natijamiz to'g'ri. Keyingisini hisoblab ko'ramiz. Bu javobimiz no deyapti bu yerda sample outputimizda. Rostdan ham shunaqa. Boyagi usulda yana hisoblab ko'ramiz. 0 dan ayiramiz 5 ni -5. 3 dan ayiramiz 2 ni. Javobimiz 1. Yo'q. 3 dan ayiramiz 5 dan -5. Keling shuni tekshirib ko'ramiz. Xato va biz return qilishimiz kerak. Yes. Aks holda return no. Stringini run code. Hozir xatolarimizni to'g'rilaymiz agar. No, yo'q, xatosiz ishladi. Ikkita case'dan ham o'tdi. 0 2 5 3. Birinchi case'ga ko'radigan bo'lsak. 0 dan ayiramiz 4. -4. 3 dan 2 dan ayiramiz 3 dan. -1. Javobimiz qoldiqsiz. 0 1 2. Bu yoqda holat. 0 dan ayiramiz 5 da. -5. Bu yoqda -1 chiqqani uchun javobimiz tabiiyki xato.
va buni sabit qiladigan bo'lsak, ba'zi bir test case'larni tekshirib ko'ramiz va bu masalani yechimi bo'ladi. Va biza bu orqali 10 point oldik va bu masalani qiyinchiligi 89%ligida. Bu masala 89% rankdagi odamlar, ya'ni sign up qilganlar bu masalani yechgan. Va buguncha shular edi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Feruzbek Pirmatov bo'ldi.